Eldor Shomurodov butun O'zbekistonni Italiyaga, butun jahonga tanitgan futbolchi. Otabek Shukurov har doimgidek kamtar, samimiy, mehnatkash, qisqa fursatda millat qahramoniga aylangan O'tkir Yusupov. Meni eng yaxshi ko'rgan futbolchim Jamshid Iskandarov. Kreativ, noodatiy pasrejotsi, aqlli, super, IQ eng baland. Odilbek Hamrobekov bolajonlari bilan mana eng mehnatkash sportchilarimizdan biri. Bundan Aliquli zo'r himoyachimiz. Kayfiyatlari ham zo'r. Abduvohid Ne'matov juda mehnatkash, kamtarin. Jahon chempionatida ishtiroklarni albatta kuzatamiz. Abduqodir muxlislari har doimgidek uni yonida. Abduqodirni ukasi. Ular otalari. Abbosbek Fayzullayevni ukasi mana. Bir o'ziga o'xshaydi. Ruslanbek Jiyanov ham hayajonda, xursand. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r yigit. Hammasini chempionatda urarsiz gollaringizni. Boriyev. Zo'r futbolchi, mehnatkash futbolchi. U ham munosib mana shu avtomobilga, mana shu mukofotga. Mana shu avtomobilni futbolchilarimizga yurtboshimizdan sovg'a. Zo'r. Prezident sovg'asi. Bor bo'lsin.